Masjid yaqinida uy qidirgan yurtdoshlarimiz uchun bugun biz sizlar bilan Chilonzor tumani 7-kvartalda joylashgan 2 xona 2-qavatda joylashgan uyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Shu ko'rib turganlaringiz uyimiz mehmonxona qismi, birinchi xonamiz. O'zining yumshoq mebellari va televizorlari bilan ko'rib turganlaringdek. Bu yerda esa oshxonamizni o'rnini bolalar xonasiga o'zgartirib, oshxonamizni balkon qismiga ko'chirgan uyimiz egalari tomonidan. Balkonimiz 1,5 ga 3 bo'lgan balkonni oshxonaga o'zgartirilgan. Ko'rib turganlaringdek xonadonlar, gaz plitalari. Uyimiz remonti bilan ko'chib kirib yashashga tayyor holatda. Umumiy maydoni 46 metr kvadratdan iborat. Bu yerda esa stroyni shkaflari ko'rib turganlaringdek, bu yerda esa ota-onalar yotoqxonasi. Kerakli barcha mebel va texnikalarni yangisidan qo'yilgan. Bu yerda ham uyimiz 4 qavatli binoning 2-qavatida joylashgan. Gilamli eshikdan kirib kelish o'zining razdelniy sanuzuli bilan. Uyimizni mo'ljaliga keladigan bo'lsak, Chilonzor 7-kvartal Oqtepa Kurugda Haytek masjidgacha bor yo'q 200-300 metr masofada joylashgan ushbu 2 xonali 2-qavatda joylashgan uyimizni videoda ko'rgan barcha mebel va texnikalaring bilan birgalikda egalari 71 ming AQSh narxlashmoqda. Agarda kimgadir qiziq bo'lsa, opsiyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.